Assalomu alaykum do'stlar, barchaga xayrli kun. Hammangizga omad tilagan holda ekranlar qarshisida g'oyibona yana men do'stlar. Bugun balansimizda 30 ming rubl o'ynayman men bugun West Translotda. Bu vaqtda sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy qoldirishda davom etinglar do'stlar. Ko'ramiz 30 mingdan qancha yasaymiz yoki yog'li bo'lamiz yoki beyog'li bo'lamiz. Tak, hozircha kellar 9 tada aylantiramiz. Qani 100 rubl qo'ysak qancha bo'lar ekan? 900 rubldan aylantirib ko'ramiz. 9 ta liniyada. Hozircha hech nima yo'q. O'ynayotgan proyektim 8 start. Registratsiyadan o'tish uchun ssilkani kommentariyada qoldiraman do'stlar. Registratsiyadan o'tayotgan vaqtinglarda Akula 8 promo kodlari bilan kirib, haftada 3 marta bonuslarga ega bo'lishlaring mumkin do'stlar. Shuningdek, promokod orqali registratsiya bo'lgan o'yinchilarga pul kiritishda, pul chiqarishda muammo bo'lsa, bemalol Telegram kanallarim ham qoladi. Telegram kanallarimga o'tib murojaat qilishlaring mumkin. Pul chiqarishda ham, kiritishda ham yordam beraman. Hozircha Oyshapanikini ham bermayapti bu. Tak, 3 ta liniyaga tushamiz. 100 rubl qo'ysak 300 rubldan bo'lar ekan. Ko'ramiz, 1,5 ming rubl yaxshi. Tak, 500 rubl. Shuna qilib ozgina ko'paytirib olishga harakat qilaman. Juda West Translotda anchadan beri o'ynaganim yo'q. Nimaga bunaqa zanos beryapsan? Normalniy zanos davay. Tak, 1000 rubl. Bitta liniyaga to'liq tushib bermaysanmi ya? Tak, yana 500 rubl. Oy, aylanib ketdi bombochkalar. Juda ham yaxshi. Sekin-sekin ko'tarilib boryapmiz. Bugun yetkazib qo'yishga haqqimiz yo'q. Juda kecha o'ynadimmi? Kecha scratch kartda o'ynadim. Juda ham yaxshi ko'tarib oldim, yaxshi. 2 barobarga ko'tardim. Aslida o'zi 100 mingdan oshirgandim. Ochko'zligim yana har doimgidek ustunlik qildi. Juda yaxshi. Davaydi, yana ozgina ko'tarib ko'ramiz. 450 rubldan 3 ta liniyaga 3000 rubl juda yaxshi. Amanay. Sog'inib qopti meni ham. Men ham seni sog'inib qoldim. Tak do'stlar, Telegram kanallarimizda har kuni yakkalik stavkalar berib boramiz. Biz manaqa ekspresslar qilib yutkizib minusga kirib ketishinglarga qarshiman, to'g'risi. Shuning uchun har kuni yakkalik stavkalar qo'yib boramiz. 70% o'tadigan stavkalar o'tadi. Bunga men sizlarga bemalol nima qilishim mumkin? Telegram kanallarimizga ulanib olib, biz bilan birgalikda yakkalik stavkalarda qo'yib plyusga chiqishinglarni maslahat berardim. Chem mana qilib 10-15 ta komandalar terib olib, keyin oxirida bitta komanda sotganda achishib, alam qilib o'tirgandan ko'ra. Tak, 3200 yaxshi. Balansimizni qaytardik. Shuning uchun bemalol Telegram kanalimizga ulanib olishlaring mumkin. Keyin yana haftada 2 marta rozigrish bo'lyapti hozir. Yana ham ko'paytirishga harakat qilaman. Bemalol o'tib rozigrishlarimizda ham qatnashishlaring mumkin. Tak, shu bombani pastga tushirmaysanmi? O'lgur. Qaranglar, Nazloda. Hop, yana 10 rubl qo'shsak 540 rubldan bo'lar ekan. Tak, yo'q ishtimi hozircha. West Translot uyg'on. Tak, yo'q, yana ishtimi, tushib ketyapmiz yana. Internetim o'zini ko'rsatib beryapti. To'xta. Aylanishini qaranglar. Bu nima aylanish endi? 950 rubl. Yo'q yana. Tak, juda yaxshi. Shu bitta liniyaga qator tushib bergan. Mana shuni 80 ming qo'yganim dedi, yana juda ham yaxshi bo'lar edi. 720 rubldan urib ko'raylikchi. 2400. Yomonmas. Yana bitta liniyaga tushib bergan, savol qurg'ur. Hozir bu West Translotda qaysi bir predmet eng ko'p koeffitsiyentni beradi? Mana bu qizil kallalarmikin, nima, qaysi biri berar ekan?
Yana ishtama yo'q, yana tushib ketishni boshladik. Tak 6000 juda yaxshi. Shunaqa zanoslaringdan to'xtamay beravergin, 6000, 7000 qilib. 870 rubldan 2900 juda yaxshi. To'y 80 ming qilamiz Western slot. Keyin ko'rmayman, kuymayman, seni chiqib ketaman. 241 ming 20 rubl. Teshdimi yo'q yana. 1700. Yana ishdimi yo'q. Voy chort. 1700. 1170 dan. Ber endi Western slot, savol qurg'ur. 1950. Yana Ayshapaniki. Qiziq. Hozir ko'tara olmaymanmikin yoki yo'qmikin? 1320. 4400. Juda ham oz beryapti. 4400 ana. 6600. Bitta liniyaga tushsang nima qiladi? Padir naziloda 2200. Главный hozir ochko'zlik qilmaslik kerak, yutkizib yubormaslik kerak. Yo'q, yana ishdimi? Yana ishdimi yo'q. 4400. 1470. Uyg'on, o'lgur, uyg'on. 4900. Pappani mana shu bombalarni bitta liniyaga tushirsa nima bo'lardi ekan? 1620. Boshqa ko'tarmayman endi balansda. O'sha itdan ketdim minusga qarab. Tak yo'q, yana ishdimi? Yo'q, yana ishdimi? Voy chort, uyg'on. 1770. Gadina. Tak kareylarda endi hech nima yo'q. Voy ot pidar. Uf. 450 dan o'sha 2600 qayoqqa endi bu stavka endi. Xullas ko'tiga kirdi. Mana kecha kimdir kommentariy qoldirgan ekan. Opa faqat yutganingizni qo'yasiz, yutkizmaganingizni qo'ymaysiz deb. Nixuya bilayt. Mana ko'rdingmi? Ko'rdingizmi? Yutkizganim mana qo'yaman endi. Ko'rib xursand bo'ling. Do'stlar, hammalarga omad tilab qolaman. Oldirmanglar, tagida qoldirmanglar. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha hammalarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman.